vrachlar ko'ryapti-dagina, afsuski revmaprobaga qarab revmatizm yo bo'lmasa revmatoid artrit deb hech qanaqa bemorda klinika yo'q, bemorda miyasida bor og'riqlar, hech qanaqa shishi yo'q, qotishish yo'q. Biz revmatoid artrit deb diagnoz qo'yishimiz uchun ma'lum bir o'zini kriteriyalar, belgilari bor-da. Butun jahon sog'liqni saqlash standarti bo'yicha mana shu kriteriyalar bor. O'sha kriteriyalar bo'yicha 6 ball yig'ib diagnoz qo'ysa, keyin bu dorilarni berishga haqqimiz bor. Chunki bemorlar bilmaydi. Kimdir ularni miyasiga ta'sir qilib samovnushenniya diagnoz qo'ygandan keyin ular o'ziga o'zi samovnushenniya qilishni boshlaydi. Qo'llariga qaraydi, qo'llarim qiyshayib ketmayaptimi? Ertalab qotib qolyapman deydi, yo bo'lmasa voy qo'lim og'riyapti deydi. Og'riq qoldiruvchi ichib yurganlarni ham ko'rdik. Gormonlar ichib yurgan bemorlarni ham ko'rdik. Yoki bo'lmasa vrachlar tomonidan metotrexat shunga o'xshagan kimyoterapiya dorilarini beryapti yoki bo'lmasa gen injener biologik preparatlar olib yurganlarni ham ertaga ko'rishimiz mumkin-da, noto'g'ri diagnoz qo'yish uchun. Mana shu narsalarni oldini olish maqsadida biz bu gaplarni aytyapmiz. Agar sizda ham shunaqa holat kuzatilgan bo'lsa yoki kuzatilayotgan bo'lsa, darrov professional darajadagi revmatolog mutaxassisga murojaat qilish kerak. Aldamaydigan, maqsadi pul olish bo'lmasin, maqsadi sizni davolaydigan vrachga murojaat qiladigan bo'lsangiz, xudo xolasa sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi.